Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlar charchamayapsizlarmi? Dam olishlar zo'r bo'ldimi? Tabiat qo'yligiga damga chiqdik. Dam olib turish kerak ekan to'g'ri. Havomiz kundan kunga rasvo bo'lib ketdi. Mana shunaqa toqqa chiqib dam olib tursak. Do'stlar, bu joyga chiqishimga sababchi bo'lganlar bor-da. Ular ketidan ketolman hozir. Hozir ko'rsataman sizlarga ham, ko'ringlar. Mana bugungi kunim haqida qisqacha vlog olishga qaror qildim. Like bosinglar, like. Ishim kerakmi? Ishqilab shunaqa gaplar do'stlar. Mana sababchi bo'lgan bu mening sigirlarim. Bugungi kunimni mazza qilib aylanamanmi, dam olamanmi desam, qaranglar nimalarni ko'ryapman. Sizlar ham ko'ryapsizlarmi? Siz zavod yurib turish kerak ekan. Yurmasam mollar ketib qoladi do'stlar. Shunaqa. Uzoqlashib ketyapti-da. Bosh tepaliga ekan. Mazza qilib dam olaman desam, o'zim bir zo'r narsa tushdiman, qaranglar. Baba, shetan chiqindi, hamma narsa bor xullas. Inson qadami yetmagan joyi qolmadi-yu. Ya Alloh, alhamdulillah. Hozir bitta parat ko'rib qoldim-da, rasmga tushib olamiz, sizga ko'rsataman. Mana qaranglar. Daja oyoq kiyim ham kiydirib qo'ygan-da bu okaga. Oka, charchamayapsizmi? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Nima gaplar aka? Charchamang aka, bizlar yo'lni davom etamiz deganim. Xullas, bugungi dam olishimiz shunaqa tabiat qo'ynida o'tibdi-da. Nima deymiz? Boriga shukr, alhamdulillah deymiz. Bugunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Shunaqa gaplar do'stlar. O'zim haqimda qisqacha aytib o'tsam. Men Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilganman. Yoshim 23 da. Hozirgi kunda Toshkent davlat agrar universitetining 2-kurs talabasiman. Yo'nalishim ekologiya, inshaalloh ekologiya inspektori bo'lish. Tugallanmagan oliyman. O'rta maxsus diplomim ham bor. Inshaalloh oliyni olsak, ekologiya inspektori bo'lib yuramiz. Shunaqa hozirdan sekin boshlaymiz harakatni. Shunaqa gaplar. Ey odamzod, hozirgi kunda tabiatimiz ham, havolarimiz ham, suvlarimiz, atrof muhitimiz kundan kunga rasvo bo'lib ketyapti. Ularga sababchi albatta o'zimiz. Xullas do'stlar, bugungi sayohatimizni shu yerda to'xtatamiz. Ba'zi sabablarga ko'ra uyga qaytishga majbur bo'ldim. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha. Bum bum bum.